Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Bu Nexia mashinasi qabul qilganmiz. Rasmol qulochokdan ovoz chiqdi deb qabul qilgandik, lekin ovoz hadeb ham rasmol qulochokdan chiqavermaydi, balki zubchat remendan chiqadi. Zubchat remen bo'shligini hisobiga mana shu kirishkaga tegib ovoz beradi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hozir buni xudo xolasa pompani ligrovkasi yordamida yo'qotib beramiz, jim holatiga keltirib beramiz. Mana aziz kuzatuvchilar, endi eshitishingiz mumkin mashinamiz ovozlarini. Xudo xolasa bu mashinamizga zubchat remen pompalarni ham bo'shab qo'yib yubordik. Ovozlari ham juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Kirishkalari ham singan ekan, bo'shab qo'yib, qo'llangancha yuvib, tozalab, tayyor qilib berdik. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, bizga Asmotoresga murojaat qilishingiz mumkin. Like, podpiska, kommentariyalar esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.